Hozirgi kunda liftsozlik yo'nalishi rivojlanib boryapti. Biz Farg'ona mintaqaviy kasbiy ko'nikmalar markazi Koykada shu bo'yicha kurslar tashkillangan. Bu liftsozlik yo'nalishida umumiy holatda liftsozlik yo'nalishini qanaqa tizimda ishlash jarayonlari kiritilgan va umumiy tizim qanaqa jarayonda ketadi va qanday bog'langan, qanaqa integratsiya jarayoni va undan tashqari bu bo'yicha qo'shimcha kurslar, dars mashg'ulotlar tashkillangan va bu bo'yicha o'zimiz bo'yicha mutaxassislar yetishib chiqib, bu mutaxassislar shu yo'nalish bo'yicha ish faoliyatini hozirgi kunda olib boryapti. Bu jarayon bo'yicha hozirda qurilish binolariga integratsiya bizning kasbiy ko'nikmalar markazi bilan shartnoma tuzilgan bo'lib, bino inshoot qurilish binolarida shu liftsozlik yo'nalishini amaliy dars mashg'ulotlari bino qurilishlarida va qurilayotgan turgan yangi zamonaviy binolarda konstruksiyasi, lift jihati qanaqa o'rnatilgan talablarini shu bo'yicha olib borib darslar tashkillanyapti. Bu bo'yicha tashkillangan dars jarayonlarida o'sha korxona va o'sha tashkilotlarga qurilayotgan turgan zamonaviy binolarda liftsozlik yo'nalishini faqat bu simulyatordan tashqari qanday hayotda, real hayotga tatbiq etishda va ishlash prinsipi qanaqa jarayonlari, qanaqa faktorlarni biz hisobga olishimiz kerak. Shu jarayonlar ham o'rgatilib, tushuntirib ketiladi. Nimagaki, turli xil tashqi ta'sirlar va undan tashqari turli xil faktorlar asos bo'lishi mumkin. Bu liftsozlik yo'nalishida ta'sir o'tkazishda va muammolar keltirib chiqarishda, buni o'rnatishda, servis xizmati ko'rsatishda, bu binoda konstruksiyasidan kelib chiqqan holatda bular ham tushuncha berib o'rgatilib ketiladi.